U keldi. Abduri Katran. Mikrofon oldida muallim shundoq debla yig'lab ketdi. Abdulla ko'zlarini chekchaytdi. Erkin, bu muallim jinining barcha vaqirdi. Shundoq, o mening o'g'lim. Namratlikdan uni maktabda o'qitamay, uyda o'zim tarbiyalagan. Jamiyat unvoni yo'q kishilarni e'tirof qilmaydi. Shun uni o'g'irlikchi maktabga o'rlashtirdim. So'z-so'zaklardan qo'rqib, munosabatimizni yo'shirdim. Lekin tortgan jafolarim oxiri yo'q chiqdi. Murat muallim ilishib qolgan odamdek qonni tatlab qo'llarini qantiratdi. Ular ikkisi aloqada bo'lib, nima qilarini bilolmay qoldi. Abdulla yendan pichoqni chiqardi. Mak, sen avval to'qinmaq hikoyasini, ondan o'lgan erkinni o'tirg'i chiqarib, bizni bir-biridan qirib qisos olmoqchi ekansan-da. Murat muallim texmi qo'rqinchli kuldi. Uning ovozi kulgiga o'xshaydi-yu, ko'zidan yosh chiqardi. Bu qotil! Orzugul vaqirdi. Qotil? Qotillikni sizlar boshlab qo'ygan. Men faqat davomini yezyapman, xon. Anvarning dadisi, Jo'shqinning dadisi menga barmoqini kesib olish to'g'risida tahdid solgan edi. Men ularning barmoqini kesib oldim. Men faqat sizlarga vahimani his qildirmoqchi. Qilgan har bir yomonliginglarni vahima orqali yuyib Yo'q. Sen Abdubeklarni oshkorlab qo'lding. Endi bizni o'ltiramaysan. Abdulla qo'lida pichoq ko'tarib, vaqirab kelib qolgan bo'lsa-mu, qo'llari titrab o'tadi. Sizlar bu yerdan chiqib ketmaysizlar. Shu chaqda Orzu bilan Xolida darhol eshikdan o'qdek etilib chiqib ketdi. Lekin sirtda bo'ron shunchalik dahshat chiqotadiki, qum yuziga chachirab tegib, badanga yengni sanjilgandek og'riq paydo qiladi. Bular 10 metr mangmayla alayda kuchlik qum bo'ronga duch keldi. Atsi bo'ron to'xtab, havo echildi. Vahimalik kabi uydan org'in qadamlari bilan egiz bir gavda chiqib keldi. Ondan qon yo'qib pichoqni ko'lga tashlab o'tib, ko'l yoqasida osmonga qarab yotdi. Osmon ko'k. Hamma uningga shu qadar go'zal ko'rinib ketdi. Men ketaman. Chet elga chiqib o'qiyman. Bu ishlarni hech kim bilmaydi. Hamma ishlarni shu maxluqqa dengiladi. Ularni xiyol qilg'ach ko'l bo'yida uxlab qoldi. Abdulla telefon qilib qo'ygan qutqizish atirti kechda yetib keldi. Lekin ular tashlandiq uydagi Murat muallimning jasadidan hech nimani bayqamadi. Faqat to'xtamay so'llik chayqalib turgan ko'l suyi, ko'l yoqasidagi qon izlari ularga sal g'alati tuyuldi.